Assalomu alaykum, Asilbek o'z kanali qadrli obunachilari. Do'stlar, bugun Sovur akami xonadonlarida juda katta, chiroyli baraka bo'ladi. Uchastik liniyadan ko'pchilik konkurentlik qo'chqorimizni Primoy o'g'li qo'chqorimizga hozir Sultan deb ism qo'ydik, xudo xolasa. Juda ham chiroyli, mashalloh deb turasizlar, hurmatli obunachilar. Quloq, garbanoz, hamma lazizlari, tozimiz xudo xolasa mana bugun rosa 2 oylik bo'ldi. Hurmatli obunachilar. Fevralda tug'ilgan 25-aprel kuni. Aha, 25-aprel. Rosa ronda 2 oylik bo'ldi, hurmatli obunachilar. Hammaga nasib qilsin mana shunday qo'ylardan boqish. Xudo xolasa bu qo'yimizning narxi chichakan, pachkaga baraka bo'ldi. Hammani qo'rasida mana shunday qo'ylarni boqishni nasib qilsin, Sobir aka. Sizga ham aka, bundan baraka toping. Iloyim aka, hammani qo'rasida. Bundan beri boq aka va akasiga ham ko'rsan. Akasiga ham mashalloh deb qo'yasizlar, hurmatli obunachilar. Hozirgi holat. Rovna 12 oylik bo'ldi, hali tish buzgan yo'q. Hali tish buzmagan-a, hammaga mana shunday qo'ylardan kamida 100 ta boqishni nasib qilsin deb qolamiz, hurmatli obunachilar. Kommentariyda mashalloh bizga ham nasib qilsin deb yozib qoldiringlar. Mana shunday qo'chqorlar, O'zbekistonda chempion qo'chqorlari chiqishli hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Rahmat hammaga.